deb eshitdik. Shuning uchun namozgoh loyihamizga sizni taklif qildik. Rahmat, Adoshi, rahmat. Birga ishlaymiz bu yog'iga. Sizga ishchi biriktirib qo'yganman. Etib hamma ish bilan tanishtirib chiqadi, o'rgatadi. Kim o'ylasiz berasiz? Men shu loyiha arxitektoriman. Hay bo'lmasa ish boshlaymiz. Qani mana ishchim, shogirdim. Bera keling. Zo'r loyiha ekan-a? Ha, undan tashqari loyihaning ichida maktab, bog'cha, do'konlar, undan tashqari ayollar, erkaklar uchun atdeni fitness zallar bo'ladi. Siz yoshingiz ham oz, 70% yashil hudud bo'ladi bu yer. Zo'r loyiha. Tushundingmi? Oybek. Ginoyim. Tanishgandan xursandman. Chapon qilib o'tirasan? Chap, nima u? Yo'q, mana ishdan tashqari oylikda u. Tushunyapsanmi? Armatura. Yo'q, unaqa narsalar kerak emas. Men halol ishlayman faqat. Kerak emas unaqa pul. O'zim qilamanmi deyman-da. Ha, yaxshi. Ketdik. Yuring, nariyoqlar ko'rsatay. İpi. Ha usta, qayerga ketyapsiz? Mana u yoq qo'ymoqchi edim bular. Qayerga qo'yasiz? Yerda chiqib ketishlar, o'zab olib keling beri. Ana yerda arma karkasida o'qiyman dedi-da. Mana tepada o'tib qo'yibdilar, qurilish bu yoqda bo'lyapti. Qayerdan kelding? Ha, siz darrov chap qilmoqchi bo'ldingiz, ha? Qachon chap qilmoqchi bo'ldingiz? Darrov unaqa ishlaringiz bu yerda qilmang, tushundingizmi? Ishlasangiz halol ishlang. Endidan sizni kuzatib yurayman. Agar darrovdagi narsa olib ketmoqchi bo'lsangiz boshlig'iga kirib aytaman sizga. Tushundingizmi? Halol ishlang. Nima sen kazuelmisan? Ha, kazuelman. Beplana o'tamiz, beplana. Hozir men ana u. Alo. Chorjon. Sizda bir ish bor. Qarochi, bir ish bor sizda. Armatura o'g'irlash kerak. Yo, men o'z bu ish bilan shug'ullanmayapman. Bitta chekishga berdim. Nimadir qo'yish? Chekishga 0.5 qildim, bo'ldimi? Yana nimadir qo'yish? Yarimta pomidor. Men roziman. Shunday kirasizda, qo'lingizga tushgan narsani olasizda, orqangizga qarab qochishingiz kerak. Tushundingiz? Orqangizga qarang. Hech kim tuta olmasin sizni. Tutsalar lekin soladilar. Tushundingizmi? Marjonaxon, uzr, bezovta qildim. Mana modern house-dan men ham uymoqchiman, o'zim qurgan uylardan. Qanday olsam bo'ladi? Problema emas. 70 oyga foizsiz, peniyasiz to'lab olishingiz mumkin yoki 100% oplata qilasiz, ikkinchi oyni biz sizga sovg'a qilib beramiz. Eng zo'ri kompaniyamiz rahbari Jamshid Mahmudovni Instagramlariga obuna bo'lasiz. Shapka profilida bioda Telegram kanalining linki bor. 7-oktyabr kuni Telegram kanalida taqdimot bo'ladi. Bu yoqda barcha obunachilarga ikkita to'liq ta'mirlangan uyni sovg'a qiladilar. Ana, shogird. Nasib bo'lsa namozgoh City baquvvat bo'ladi uylar. Nasib bo'lsa zo'r bo'lyapti. Ustalar ishlar tushuntirdingizmi? Mas arma karkaslar to'y qo'yibdi ular. Zo'r qilyapti. Yaxshi bo'lmasa bu yoqda ham narsa. Hey, beraki. Hey. To'xta, nima bo'lgan? Oqay narsalar o'g'irlab qo'yibdi. Qaysani narsa? Qo'y. Nangimga chora. Qara kimliging ay, kim aytsang bu yerdan narsa o'g'irlab ketdi, ha? Qamataman san qistama, tushundingmi? Arkadaşlar bu qo'y. Bor, nima qo'yapsiz buni? Turingga ket. Turingga ket. Qaytib kelma. Arkadaşlar, men sen bu ko'chada ichib yurgan odam. Men buni qayt narsa o'g'irlamayman, yetdimi agar qo'yarmaganingizda? Hay, bor ishing qil, bor. Nangimga